2023 mashinamizdan yili 15 ming yurgan ekan. Qara 15 mingdan hali zaslonga yechilmagan. Boy 9 ming yurgan Gentrack o'rdi. Switchlar yechmayapti. Injektorlar yechilmagan. Ikkita zatsonka kalotkasi turibdi и opornisi ham chaqlanmagan, tiniq holatda turibdi. Orqa kalotkani ham ko'rsatamiz endi. Orqa kalotka yaqin olib kelgan. Ko'rsin, yaxshilab ko'rib tushunadigan qilib. Qara rangli mashinada kosmetika qilib bo'lmaydi-da o'zi. Bilinib qoladi. Mashina bu dobo bilinib qolgan. Rangi sal ochroq bo'lib qolibdi. Qolgan joylari yaxshi, hamda bir ikkita miyatini bo'lgan joylari bor. Yurgani turg'i qolgan joylari hamma joyi zo'r. Orqa tog'oralari, teylari hammasi zo'r turibdi. Prebegi teyilmagan mashinani holatidan ham to'liq bilsa bo'ladi. Faqatgina kompyuter ishlamaydi bu yerda. Odam o'zi ham holatdan polni ko'rib chiqsa bo'ladi. Mashinamizdan to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamizdan bitta mashkillosi zamin bo'lgan ekan, ichlariga udar o'tmagan, kapotli yechilmagan, eshigi yechilmagan, eshikda kraskasi yo'q. Bitta narsa kosmetikasini ko'rsatib berdik. Mashinamiz bezduk ekan. 2023 15 ming yurgan. Mashinamizning narxi 11700 dollarga hozir baraka bo'layotgan ekan. Azgina yana kelishib olgan joyligi bor ekan. Kimgadir bizning ishonchli, sifatli xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, любой mashinani chiroyli qilib ko'rib beramiz.